Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi nasihat: bandalik haqiqatini anglash va ibodat hamda toat ma'nosidagi kamchiliklarni bartaraf etish. Bizga eng zarur bo'lgan nasihatlardan biri bu bandalik haqiqatini anglashdir. Zero bu bizni jannatga eltadi va ibodat hamda itoat ma'nosini to'g'ri tushunishga yordam beradi. Qur'oni Karim va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti barcha narsani anglash va haqiqatni zidliklar orasidan ko'ra bilish mezonidir. Yana muhim masalalardan biri bandalik haqiqatini anglash va uni faqat ayrim ma'nolarga chegaralab qo'ymaslikdir. Bu borada biz uchun eng go'zal namuna Allohning payg'ambari Sulaymon alayhissalomdir. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi: "Va Davudga Sulaymonni hadiya etdik. U qanday ham yaxshi banda edi. Dar haqiqat u Allohga qaytguvchi edi." Alloh taolo Sulaymon alayhissalomni qanday ham yaxshi banda edi deb maqtadi va uni tavbaga qaytguvchi deb ta'rifladi. Nima uchun u yaxshi banda edi deb aytilgan? Chunki u bandalikning barcha turlarini mukammal bajarib, Allohga ko'p ibodat va itoat qilgan. Shunga qaramay, u dunyo ishlarini ham boshqarib, podshohlik, siyosat, boshqaruv va jamiyatning barcha sohalarida yetakchilik qilgan. Shu bilan birga dinni ham to'g'rilab, tavhid, ibodat, taqvo va itoatni amalga oshirdi. Shunday qilib u mukammal bandalik maqomiga erishdi. Alloh taolo yana Sulaymon alayhisalom haqida shunday degan: "Ey Robbim, meni kechirgin va mendan keyin hech kim ega bo'la olmaydigan shohlikni menga in'om etgin. Albatta sen barcha ne'matlarni hadiya etguvchisan." Sot surasi 35-oyat. Sulaymon alayhissalom podshoh bo'ldi, siyosatchi bo'ldi. Podshohlikdagi barcha ishlarni boshqardi. Shunga qaramay Alloh uni yaxshi banda deb madh etdi. Shu sababli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam doimo shunday duo qilar edilar: "Allohim, mening dinimni isloh etgin, zero u mening ishlarimning asosi. Mening dunyoyimni isloh etgin, zero unda mening tirikchiligim bor." Demak, aziz birodarlar va opa-singillar, ibodat faqatgina namoz, zakot va ro'za bilan cheklanmaydi. Ibodat nafaqat zohiriy amallarni, balki qalbdagi ibodatlarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, Allohdan qo'rqish, umid qilish, tavba qilish va unga bo'ysunish ham ibodatdir. Ibodat insonning hayotidagi barcha sohalarni o'z ichiga oladi va dunyo hamda oxiratning isloh bo'lishiga xizmat qiladi. Ibodat tushunchasi faqatgina namoz va zakot bilan cheklanmaydi, balki u ko'plab botiniy ibodatlarni ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ibodat faqat zikr va Qur'on o'qish bilan emas, balki insonlar haq-huquqini ado etish, odamlarga yaxshilik qilish bilan ham amalga oshiriladi. Hatto odatiy ishlarga ham ibodat niyati bilan yondashish mumkin. Masalan, ovqatlanish, ichimlik ichish, kiyinish va hatto nikoh ham ibodat bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarning har biringiz o'z jufti bilan yaqinlik qilganida sadaqa bor deb aytganlar. Demak, inson nafas olishi, harakatlari va hayotining barcha jabhalarini ibodatga aylantirishi lozim. Shunda u yaxshi banda degan maqomga erishadi. Shuning uchun sizlarga Shayx Abdulqodir Jiyloniyning so'zlarini eslataman. U kishi aytadilar: "Haq bilan birga bo'lgin. Odamlarni o'rtaga qo'ymagin. Odamlar bilan bo'lgin, o'z nafsingni aralashtirmagin. Kim shunday qilsa, u doimo noto'g'ri yo'lda yuradi va o'z ishlarida adashadi." Bu hikmatni yodda saqlang va unga amal qiling. Birinchidan, Allohning haqqini ado etish. Ikkinchidan, bandalarning haqqini ado etish. Qanday qilib bandalikni mukammal bajarish mumkin? Haq bilan bo'lgin, odamlarni aralashtirmagin. Ya'ni Allohning haqqini ado etishda odamlarni o'rtaga qo'ymang. Bunga misol ta'rifida Fir'avn sehrgarlarini olaylik. Ular ertalab sehrgar edilar, ammo kun oxirida Allohning solih bandalariga aylandilar. Alloh taolo ular haqida shunday degan: "Dar haqiqat biz Robbimizga iymon keltirdik, toki u bizning gunohlarimizni va bizni majburlaganing sehrni kechirsin. Alloh yaxshiroq va boqiyroqdir." Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Ular tongda sehrgar edilar, kechga borib esa shahid bo'ldilar. Haq bilan bo'lgin, odamlarni o'rtaga qo'ymagin." Xuddi shunday Habashiston podshohi Najjoshiyni misol keltiramiz. U nasroniy bo'lsa-da, haqni anglab, ruhoniylar va podshohlikdan voz kechib, islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga g'oyibona janoza namozini o'qidilar. Ammo Vizantiya podshohi Hiroql, garchi u haqni bilsa-da, ruhoniylar va saltanatidan voz kechmadi va oxir-oqibat kufrda vafot etdi. Hatto ayollar orasida ham bu haqiqatni anglaganlar bor. Fir'avnning rafiqasi Osiyo Allohga iymon keltirish yo'lida qiynoq va o'limni tanladi. Demak, haq bilan bo'lgin, odamlarni o'rtaga qo'ymagin. Endi bandalar haqqini qanday ado etish kerak? Buning uchun inson o'z nafsini chetga surish kerak. Shayx Abdulqodir Jiyloniyning so'zlarini eslataman: "Haq bilan bo'lgin, odamlarni o'rtaga qo'ymagin. Odamlar bilan bo'lgin, o'z nafsingni aralashtirmagin." Bunga eng chiroyli misollardan biri sahoba Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhumodir. Otasi vafot etib,
yetti, boshqa bir rivoyatlarda 9 singlisini yetim qoldirdi. Uylanish paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan so'radilar: "Ey Jobir, uylandingizmi?" U: "Ha ya Rasululloh" deb javob berdi. Rasululloh yana: "Qiz bolaga uylandingizmi yoki beva ayolgami?" deb so'radilar. U: "Beva ayolga" dedi. Rasululloh: "Nima uchun qiz bolaga uylanmadingiz? Siz uni erkalatardingiz, u sizni erkalatardi" dedilar. Shunda Jobir roziyallohu anhu: "Singillarim bor. Men ularni tarbiya qilib, ularning ishlarini o'nglab, ularga g'amxo'rlik qiladigan ayol olmoqchi edim" dedi. Jobir roziyallohu anhu o'z nafsining istaklari emas, balki singillarning manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Shunday ekan, inson bandalikni mukammal ado etishi uchun o'z nafsini nazorat qilishi lozim. Alloh bizni shunday mukammal bandalikni ado etishga muvaffaq qilsin. U yaxshi banda edi, zero u tavbaga qaytguvchidir. Alhamdulillahi robbil alamin.